Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 20 noyabrdan pensiya to'lovlari ayrim fuqarolar uchun ommaviy tarzda to'xtab qolishi mumkin. Bu gap hammani qo'rqitish uchun aytilmayapti, lekin beparvo bo'lsangiz. Dekabr oyida kartangizga pul tushmasligi, pochta orqali pensiya kelmasligi yoki to'lovingiz vaqtincha bloklanib qolishi mumkin. Ayniqsa yoshi katta ota-onasi borlar, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oladigan oilalar, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar va chet elda yurgan pensionerlar bu ma'lumotni albatta eshitishi kerak. Men bu videoda kimning pensiyasi to'xtashi mumkin, kim xavotir olmasa ham bo'ladi, qaysi hujjatlar tekshiriladi, xatolik bo'lsa nima qilish kerak, pul butunlay kuyadimi yoki keyin qayta to'lanadimi, hammasini osli tilda tushuntiraman. Hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni bitta odam emas, butun oila bilishi kerak. Ko'pincha pensiya oluvchi bu narsalarni o'zi bilmaydi, lekin farzandi, nabirasi yoki qo'shnisi vaqtida ogohlantirsa muammo oldi olinadi. Avvalo, men asosiy narsani aniq aytib qo'yaman. Pensiyalar hammaniki bir kunda bekor qilinmaydi. Gap shundaki, pensiya tizimida har oy to'lov ro'yxatlari shakllantiriladi, ma'lumotlar tekshiriladi. Bank va pochta orqali to'lov yuboriladi. 20 noyabr atrofidan boshlab keyingi oy uchun to'lovlarni tayyorlash jarayonida ayrim toifadagi fuqarolarning ma'lumotlari mos kelmasa, tizim ularning pensiyasini vaqtincha to'xtatib turishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p hollarda pensiya tayinlangandan keyin odam yillar davomida deyarli tekshiruvsiz pulini olib yurardi. Masalan, fuqaro pensiyaga chiqqan, bank kartasi ochilgan, har oy pul tushgan. Agar yashash joyi o'zgarsa, pasport yangilansa, bank kartasi muddati tugasa yoki ishonchnoma muddati bitib qolsa ham odam buni darrov sezmasdi. Ba'zan pensioner vafot etgan bo'lsa ham, hujjatlar vaqtida yangilanmagani sababli ortiqcha to'lovlar chiqib ketgan holatlar bo'lgan. Keyin davlat bu pullarni qaytarishni talab qilgan, oila esa noqulay vaziyatga tushgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali solishtiriladi. Pensionerning tirikligi, yashash manzili, pasport yoki ID kartasi amal qilishi, nogironlik guruhi muddati, talabaning o'qishi davom etayotgani. Bank karta rekvizitlari, ishonchnomaning yuridik kuchi, chet elga chiqib ketganlik holati kabi ma'lumotlar tekshiruvdan o'tadi. Agar bir joyda nomuvofiqlik chiqsa, tizim to'lovni yuborishdan oldin aniqlashtirish kerak deb belgi qo'yadi. Odamlar buni pensiyamni to'xtatib qo'yishdi deb tushunadi. Eng muhim jihat shuki, pensiya to'xtatilsa, bu pul butunlay yo'qoldi degani emas. Agar sizning pensiya olish huquqingiz saqlanib qolgan bo'lsa, hujjatlarni to'g'rilaganingizdan keyin o'tkazilmay qolgan oylar uchun ham qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin muammo shunda vaqtida bormasangiz, ariza yozmasangiz, hujjat ko'rsatmasangiz, pulingiz kechikadi. Uy xarajatlari, dori-darmon, kommunal to'lovlar, qarzlar bilan bog'liq qiyinchiliklar boshlanadi. Birinchi navbatda ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, yetim-taki yoshli onaxon yurishga qiynaladi. Pensiyasini o'g'li bankdan olib beradi. O'g'il 1 yil oldin notarial ishonchnoma qilgan. Ishonchnoma muddati 25 noyabrda tugagan bo'lsa, 20 noyabrdan keyingi to'lov ro'yxatida muammo chiqishi mumkin. Bank ham, pensiya bo'limi ham muddati tugagan ishonchnoma bilan pul bera olmaydi. Natijada onaxonning dekabr pensiyasi kelmay qoladi yoki karta orqali yechib bo'lmaydi. Bunday holatda davlat pensiyani bekor qildi deb vahima qilish emas, ishonchnomani yangilash kerak. Ikkinchi xavfli toifa bank kartasi muddati tugagan pensionerlar. Ko'pchilik kartaning old tomondagi oy va yilga e'tibor bermaydi. Masalan, kartada 21-24 deb yozilgan bo'lsa, bu karta noyabr oxirigacha amal qiladi. Ba'zi banklar avtomatik yangi karta chiqaradi, ba'zilari esa fuqaro kelishini kutadi. Agar pensiya eski kartaga yuborilsa, tranzaksiya qaytishi yoki hisobda ushlanib qolishi mumkin. Pensioner esa pul tushmadi deb o'ylaydi. Aslida muammo pensiya huquqida emas, bank rekvizitida bo'ladi. Uchinchi toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi, ayrimlari esa ma'lum muddatga. Agar qayta tibbiy ko'rik muddati tugagan bo'lsa va fuqaro belgilangan vaqtda komissiyadan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtashi mumkin. Misol uchun, 2 guruh nogironligi 1 noyabrgacha belgilangan edi. Fuqaro sog'lig'i sabab bormadi. Hujjatni yangilamadi. Tizimda nogironlik muddati tugagan deb ko'rinadi.
Shunda 20 noyabrdan keyingi to'lov reyestrida ushbu fuqaro bo'yicha to'lov vaqtincha ushlab turiladi. Keyin komissiyadan o'tib, nogironlik davom ettirilsa, tegishli davr bo'yicha qayta hisob-kitob qilish masalasi ko'riladi. 4-toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi oladigan bolalar va talabalar. Bu yerda juda ko'p nozik jihatlar bor. Bola 25 yoshga to'lguncha to'lov olishi mumkin. Agar kunduzgi ta'limda o'qisa, belgilangan yoshgacha davom etishi mumkin. Lekin o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, tizim o'qish tasdiqlanmadi deb to'lovni to'xtatadi. Masalan, ota vafot etgan, qizi kollej yoki universitetda o'qiydi. Har oy o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi oladi. Sentyabrda o'qishga kirgan, lekin noyabrgacha o'qish joyidan ma'lumotnoma olib pensiya bo'limiga topshirmagan. 20 noyabrdan keyin dekabr to'lovi shakllanayotganda ma'lumot bo'lmasa to'lov to'xtashi mumkin. Bu juda ko'p uchraydigan holat. 5-toifa yashash joyini o'zgartirgan. Boshqa viloyatga ko'chgan yoki propiska masalasi o'zgargan pensionerlar. Pensiya to'lashda hududiy ma'lumotlar muhim. Agar fuqaro Toshkent viloyatidan Samarqandga ko'chgan, lekin pensiya ishini yangi hududga ko'chirtirmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Ba'zida eski manzil bo'yicha tekshiruv o'tkazilganda pensioner topilmaydi. Yangi manzil esa bazada ko'rinmaydi. Natijada aniqlashtirish talabi chiqadi. 6-toifa chet elda yurgan pensionerlar. Bu masalada ko'pchilik noto'g'ri tushunadi. Chet elga chiqqan har bir odamning pensiyasi avtomatik bekor bo'ladi degani emas. Lekin uzoq muddat chet elda bo'lish, yashash joyi, bank orqali pul yechish, tiriklik holatini tasdiqlash kabi masala tekshiruvga tushishi mumkin. Ayniqsa pensiya ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, hujjatlarning amal qilish muddati va pensionerning hayot ekanini tasdiqlovchi ma'lumotlar muhim bo'ladi. Agar sizning pasportingiz yoki ID kartangiz joyida bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, pensiyani shaxsan o'zingiz olayotgan bo'lsangiz, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik yoki boshqa maxsus maqomingiz muddatsiz bo'lsa, pensiya ishida hech qanday nomuvofiqlik bo'lmasa, ortiqcha vahima qilishingiz shart emas. Siz odatdagidek pensiyangizni olaverasiz. Masalan, 6-7 yoshli erkak kishi yoshga do'yib pensiya oladi. Har oy bank kartasiga pul tushadi. Kartasi 2027 yilgacha amal qiladi. Pasporti yangilangan va ma'lumotlar bazada to'g'ri. U kishi uchun 20 noyabr alohida xavf tug'dirmaydi. Yana bir misol, 72 yoshli ayol pensiyasini pochta orqali uyda oladi. Har oy pochtachi keladi. Ayolning manzili o'zgarmagan. Hujjatlari to'g'ri. Bunday holatda ham to'lov davom etadi. Lekin men shuni alohida ta'kidlayman, meniki hammasi joyida deb o'ylash bilan haqiqatdan ham hammasi joyida bo'lishi boshqa narsa. Ko'p muammolar odam bilmagan joydan chiqadi. Karta muddati tugagan bo'ladi. Pasport raqami yangilangandan keyin bankdagi ma'lumot eski qolgan bo'ladi. Telefon raqami o'zgargan bo'ladi. Ishonchnoma muddati tugashiga 2 kun qolgan bo'ladi. Shuning uchun hech bo'lmaganda bir marta tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Pensiya to'xtatilishi bilan pensiya huquqi tugashi bir xil emas. To'xtatish vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Huquq tugashi esa boshqa masala. Masalan, talaba o'qishdan chetlashtirilsa, uning boquvchisini yo'qotganlik to'lovi tugashi mumkin. Lekin talaba o'qishda davom etayotgan bo'lsa-yu, faqat ma'lumotnoma topshirmagan bo'lsa, bu vaqtinchalik muammo. Ikkinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarilishi mumkin. Agar fuqaro to'lov olish huquqi yo'qolganini yashirsa yoki vaqtida xabar bermasa, keyin aniqlanganda ortiqcha olingan pulni qaytarish talabi qo'yilishi mumkin. Masalan, talaba oktabrda o'qishdan chiqarilgan, lekin oilasi noyabr, dekabr, yanvar oylarida ham to'lovni olib yurgan. Keyin ba'zida bu aniqlansa, ortiqcha olingan 3 oylik summa qaytarilishi so'raladi. Shuning uchun huquqiy holat o'zgarsa yashirmaslik kerak. 3-nozik jihat, bankdagi muammo pensiya bo'limining muammosi bo'lmasligi mumkin. Odam pensiya bo'limiga boradi, u yerda pul chiqarilgan deyshadi. Bankka boradi. Bank hisob bloklangan deydi. Nega bloklanadi? Karta muddati tugagan, mijoz identifikatsiyasi yangilanmagan, pasport ma'lumotlari eski hisob raqami yopilgan, karta yo'qolgan deb belgilangan. SMS xizmati yoki mobil ilovada texnik xatolik bor. Bunday holatda pensiya bo'limi emas, bank bilan masalani hal qilish kerak bo'ladi. 4-nozik jihat. Pensioner vafot etgan holatlarda oila a'zolari ehtiyot bo'lishi kerak.
Vafot etgan inson nomiga tushgan pensiyani yechib olish mumkin emas. Bu keyinchalik noqonuniy olingan mablag' deb baholanishi mumkin. Agar vafot sanasigacha hisoblangan lekin olinmay qolgan pensiya bo'lsa, meros yoki qonuniy tartib asosida murojaat qilinadi. Bu masalada albatta pensiya bo'limidan yozma tushuntirish olish kerak. 5-nozik jihat, hujjatlardagi bitta harf xatosi ham muammo chiqaradi. Masalan, pasportda familiya Karimova, bankda Karimova emas, Karimova bo'lib qolgan. Yoki tug'ilgan sana bir joyda 1926 yil, boshqa joyda 1928 yil. Yoki JSHS raqami noto'g'ri kiritilgan. Bunday kichik xatolar elektron tizimlar solishtirilganda katta muammoga aylanadi. Ayniqsa eski hujjatlar bilan yangi ID karta o'rtasida tafovut bo'lsa, aniqlashtirish talab qilinadi. 6-nozik jihat, pochta orqali pensiya oladiganlar uyda bo'lmasa, to'lov qaytishi mumkin. Masalan, pensioner bir oy farzandinikiga ketdi. Pochtachi 2 marta keldi, topolmadi, pul qaytdi. Keyingi oy ham manzilda topilmasa, tizimda oluvchi manzilda yo'q degan belgi paydo bo'lishi mumkin. Bu ham keyingi to'lovlarga ta'sir qiladi. Shuning uchun uzoq muddat uyda bo'lmasangiz, oldindan pochtaga yoki pensiya bo'limiga xabar bergan yaxshi. Birinchi misol. 2000 yoshli otaxon pensiyasini kelini orqali oladi. Ishonchnoma 2023 yil noyabrda berilgan, muddati 1 yil. Kelin har oy bankdan pul olib kelgan. 2024 yil noyabrda ishonchnoma tugaydi, lekin oila buni unutadi. Dekabrda bank pul bermaydi. Oila pensiyani to'xtatib qo'yishdi deb asabiylashadi. Aslida yechim oddiy. Otaxonning holatiga qarab notariusni uyga chaqirish yoki notarial idoraga borib yangi ishonchnoma rasmiylashtirtirish. Keyin bankka va zarur bo'lsa pensiya bo'limiga taqdim etish. Ikkinchi misol. 19 yoshli yigit otasidan ayrilgan, universitetning kunduzgi bo'limida o'qiydi. Har oy boquvchisini yo'qotganlik to'lovi oladi. O'quv yili boshida universitetdan ma'lumotnoma olib borish kerak edi, lekin keyin qilaman deb yurdi. Noyabr o'tdi. 20 noyabrdan keyin to'lov reyestri shakllandi. Ma'lumot yo'q. Dekabrda pul tushmadi. Yigit pensiya bo'limiga boradi. Undan o'qish joyidan ma'lumotnoma, pasport yoki ID ariza so'raladi. Hujjat topshirilgach, agar huquqi saqlangan bo'lsa, to'lov tiklanadi. Uchinchi misol. Oldin 2 yoshli ayol bank kartasiga pensiya oladi. Kartaning muddati noyabrda tugagan. Ayol pul tushmaganini ko'rib, pensiya bo'limiga boradi. U yerda sizga pul ajratilgan deyishadi. Bankka borsa karta eskirgani. Yangi karta chiqarish kerakligi ma'lum bo'ladi. 3 kun ichida yangi karta oladi. Hisob raqami bog'lanadi. Pul undan keyin ko'rinadi. Bu yerda pensiya to'xtamagan, texnik bank muammosi bo'lgan. 4-misol. Nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning qayta ko'rik muddati 10 noyabrda tugagan. U kasalxonada yotgani uchun vaqtida komissiyadan o't olmagan, to'lov to'xtagan. Bunday vaziyatda tibbiy hujjatlar, kasalxonada yotganini tasdiqlovchi ma'lumotlar komissiyaga yo'llanma bilan murojaat qilinadi. Agar nogironlik davom ettirilsa, pensiya bo'limi yangi xulosasi taqdim etiladi. Muhimi, bu jarayonni cho'zmaslik kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni aniq qadamlar bilan aytaman. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartangiz amal qilyaptimi? Familiya, ism, tug'ilgan sana. JSHS raqami to'g'rimi? Pensiya hujjatlaridagi ma'lumotlar bilan mos keladimi? Shuni ko'ring. Agar yaqinda pasport almashtirgan bo'lsangiz, bankda va pensiya bo'limida yangi ma'lumot aks etganiga ishonch hosil qiling. Ikkinchi qadam, bank kartangiz muddatini tekshiring. Kartaning oldida oy va yil yozilgan bo'ladi. Agar muddat noyabr yoki dekabrda tugasa, bankka boring. Yangi kartani oldindan chiqaring. Bankdan pensiya tushadigan hisob raqami o'zgarmaganini so'rang. Agar hisob o'zgargan bo'lsa, pensiya bo'limiga yangi rekvizit kerak bo'lishi mumkin. Uchinchi qadam, ishonchnoma orqali pensiya olayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma muddatini darhol tekshiring. Notarius bergan hujjatda boshlanish va tugash sanasi bo'ladi. Agar muddat tugagan bo'lsa, pensiyani olishga urinishdan oldin yangilang. Agar pensioner yurishga qiynalsa, notariusni uyga chaqirish imkoniyatini so'rang. Bunday xizmatlar tartibi hududga qarab farq qilishi mumkin, lekin so'rab ko'rish kerak. 4-qadam, nogironlik bo'yicha to'lov olsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli tibbiy komissiya xulosasining muddatini tekshiring. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashgan bo'lsa, poliklinikaga boring, yo'llanma oling, tibbiy hujjatlarni tayyorlang. Kasallik tarixi, tahlillar, shifokor xulosalari
Davolanganingiz haqidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, o'quvchisini yo'qkalik to'lov oladigan o'quvchi yoki talaba bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma oling. Unda talabaning kunduzgi ta'limda o'qiyotgani, kursi, o'quv yili, buyruq raqami yoki ma'lumotnoma sanasi ko'rsatilgani ma'qul topshiring. Hujjatni topshirganda qabul qilib olingani haqida qayd yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni so'rang. 6-qadam, yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa, pensiya ishini yangi manzilga moslashtiring. Faqat qo'shnilarga aytib qo'yish yetarli emas. Rasmiy manzil propiska, vaqtincha ro'yxatdan o'tish, pensiya bo'limi ma'lumotlari bir-biriga mos bo'lishi kerak. Aks holda tekshiruvda siz eski manzilda yo'q deb chiqishingiz mumkin. 7-qadam, agar pul tushmasa, vahima qilmasdan izchil tekshiring. Avval bank ilovasidan yoki bankomatdan balansni tekshiring. Keyin bankka qo'ng'iroq qiling yoki filialga boring. Bank pul kelmagan desa, pensiya bo'limiga murojaat qiling. Pensiya bo'limida to'lov chiqarilganmi, qaytganmi, bloklanganmi, aniqlashtirishda turibdimi, shuni so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanmasdan zarur bo'lsa yozma ariza qoldiring. Arizada nima yozish kerak? Men oddiy shaxsni tushuntiraman. Arizada o'zingizning familiya, ism, otangiz ismi, tug'ilgan sana, JSHR, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va muammo mohiyatini yozasiz. Masalan, meni 2024 yil dekabr oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga kelib tushmadi. To'lovning to'xtatilish sababi, buni tiklash tartibi bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki tegishli hujjat, bank rekviziti, kerak bo'lsa o'qish ma'lumotnomasi yoki tibbiy xulosa ilova qilinadi. 8-qadam, hujjat topshirganingizni isbotlaydigan dalilni saqlang. Ko'pchilik hujjatni berib ketadi, keyin men topshirgandim deydi, lekin qo'lida hech narsa bo'lmaydi. Ariza qabul qilingan sana kirim raqami, mas'ul xodimning familiyasi, elektron murojaat raqami bo'lsa, keyin masalan kuzatish oson bo'ladi. 9-qadam, elektron xizmatlardan foydalaning. Agar siz yoki farzandingiz internetdan foydalana olsa, my.gov.uz orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish, murojaat yuborish, hujjat olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin yoshi katta odamlar uchun eng ishonchli yo'l ko'pincha tuman pensiya bo'limiga shaxsan borish yoki ishonchli yaqinlari orqali qonuniy tartibda murojaat qilishdir. 10-qadam. Telefon orqali kelgan shubhali xabarlarga ishonmang. Pensiyangiz to'xtamasligi uchun karta raqamingizni, SMS kodini ayting desa, bu firibgarlik bo'lishi mumkin. Hech qachon SMS kod bank karta paroli. Plastik karta orqasidagi kodni hech kimga bermang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan bunday maxfiy kodlarni so'ramasligi kerak. Muammoni faqat rasmiy idora, rasmiy bank filiali yoki rasmiy elektron portal orqali hal qiling. Agar pensiyam 20 noyabrdan keyin to'xtasa, pulim kuyadimi? Agar sizda pensiya olish huquqi saqlangan bo'lsa va muammo faqat hujjat yoki texnik nomuvofiqlikda bo'lsa, odatda to'lov tiklangandan keyin tegishli davr bo'yicha masala ko'rib chiqiladi. Lekin har bir holat alohida tekshiriladi. Agar bank kartam muddati tugagan bo'lsa, pensiya bo'limiga borishim shartmi? Avval bankka boring. Agar hisob raqami o'zgarmasa, ko'pincha bankning o'zida hal bo'ladi. Agar yangi hisob ochilsa yoki pensiya tushadigan rekvizit o'zgarsa, pensiya bo'limiga xabar berish kerak bo'lishi mumkin. Agar pensioner kasal bo'lib yotsa, o'zi bora olmasa nima bo'ladi? Bunday holatda yaqinlari qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirishi, zarur bo'lsa uyga notarius chaqirishi, tibbiy ma'lumotnoma bilan pensiya bo'limiga murojaat qilishi mumkin. Eng muhimi, o'zi bora olmaydi deb masalani tashlab qo'ymaslik kerak. Agar men chet elda bo'lsam nima qilaman? Chet elda bo'lgan pensioner o'z holatini rasmiy tartibda aniqlashtirish kerak. Konsullik, ishonchnoma, bank, pensiya bo'limi bilan bog'liq talablarni oldindan bilib oling. Uzoq muddat chet elda bo'lsangiz, yaqinlaringizga barcha hujjatlarni qonuniy rasmiylashtirib qo'ying. Demak, 20 noyabrdan pensiyalarning ommaviy to'xtatilishi deganda hammaning puli birdan bekor bo'ladi degan ma'no yo'q. Asosiy xavf hujjati muddati tugagan, bank kartasi ishlamayotgan, ishonchnomasi eskirgan, nogironlik qayta ko'rigi o'tmagan, o'qish ma'lumotnomasi topshirilmagan, yashash manzili o'zgargan yoki elektron bazalarda ma'lumotlar mos kelmayotgan fuqarolarga tegishli. Bunday odamlar vaqtida tekshirilmasa, dekabr oyida yoki keyingi to'lov davrida pensiya vaqtincha to'xtab qolishi mumkin. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning
bobo buvingizning, o'zingizning hujjatlaringizni tekshiring. Qirtal muddatini ko'ring. Ishonchnomani tekshiring. Nogironlik va talabalik hujjatlarini aniqlang. Kerak bo'lsa pensiya bo'limiga boring. 1 soatlik tekshiruv keyin 1 oylik yugur-yugurni oldini oladi. Agar sizda pensiya kechikishi, to'xtashi, bank kartasi yoki hujjatlar bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyatdansiz, qanday pensiya olasiz, muammo nimada, imkon qadar tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni albatta ota-onangizga, qarindoshlaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish kimningdir pensiyasini vaqtida saqlab qolishi mumkin.